Çok ikki rekat namoz o'qi. Hadi mendan borsam so'raydi. Bolaga aytdingmi, namoz o'qi dedingmi deydi. Sen o'qi, sen. Kim? Sen. Ishlaringga yaxshi foydasi bor, dastgoringga yaxshi foydasi bor, umringga yaxshi foydasi bor. Ana o'rtamga har kun boradi. Kecha meni ko'rishdingmi men bilan? Sen nima ishchimisan sen? Ko'mir tushiryapsanmi? Tosh tashiyapsanmi? Sakın işim bu. Bir soat, yarim soatga to'xtatsang bo'ladi. Sen ham men kelgandan keyin ketyapsan, to'g'rimi? Ha? 6:30da turib, ko'tingni yuvib, betingni yuvib, namozga borsang, aslan ham ketsang bo'laveradi. İşinge. Ha? Aslında gene sonra iş getirdiğine vaktim olan. Men kelgandan keyin ketadi. İşke. Ozon aytgandan keyin namoz nasl deydi, eshitib ol. İşte mi? Men bu bo'ynimdan xorijga olay. Ha. Sonrası aytgaman değil mi? Aytgaman deyman-da. Men aytgaman bularga. Men doğrusu aytgaman değil mi? Mendan so'radi. Men bolaga aytdingmi? Namoz o'qi dedingmi? deydi. Endi Allohdan ham qo'rqinglar. Mana Xudoga shukr, dastkorlarga yaxshi beryapti. Endi mana shuga Allohga shukr keltirib borish kerak, o'qish kerak. O'zing uchun, joning uchun namoz. Men taqillatmayincha uxlashadi. Shunoni, bilam. Men ham deysan. Ta qilsa shaytonlab qolaman men. Aslida 6:30 bo'ladi. Qada 6:30 bo'ladi. Siz bilmayman, 2da o'g'atasizmi, bilmayman. 6:30da. Soatga qarayman, birinchi necha bo'ldi ekan deb. 6:30da chiqaman men yoqqa, eshikka. 6da turib, tarata olaman. Kiyinib, moshina soat qilib qizdirganda 6:30 bo'ladi. 5 da kam, 10 da kam, 7 da o'qilyapti. Hasan? Uyati, 4 da o'qilyapti-da, 3 da o'qilyapti-da deyishmaysan. Senlarni yelkangga shayton minib yelkangga siyib o'tiribdi. O'qima deb.